Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi real testimiz obyekti Dipal S07 gibrid elektromobili. Dipal S07 gibrid elektromobili ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qanday? Keling, birgalikda 5 ta joyda o'lchaymiz. Biz taxmin qilmaymiz. Apparatimiz ko'rsatgan real natijalarni ko'rsatamiz. Dipal S07 gibrid elektromobili ichidagi birinchi nuqta haydovchi o'rindig'i 3 milligauss. Haydovchi oyoq osti. Ikkinchi nuqtamiz 3,6 milligauss. 3,7 gacha ko'tarildi. Yon o'rindiq 4,2 milligauss. Markaziy konsolimiz 3,7 milligauss. Monitorimizda 4,4 milligauss. Orqa o'rindiqni ham ko'rsatib o'tsak, orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 4,2 milligauss. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida chiqdi. 4 milligauss. Tesla Model 3 bilan solishtiradigan bo'lsak, Teslaning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi monitorida edi. 4 milligauss. Shunday ekan, Dipal S07 gibrid elektromobilining ko'rsatkichi 0,4 milligaussga balandroq.